Bu xonadonimizga kirishinglar bilan o'z domiga tortadi. Nimasi bilan desanglar, albatta fayzi bilan. Mana shu besetkadan men shu sharsharaga qarab turaman. Shu sharsharaning ichida ham hojatxonalari bor ekan, lekin xonadonimizni vaqti yorib olishibdi. Besetkani qaranglar, juda ham chiroyli. Mana shu yerda o'tirib, bemalol choy ichib, mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Landshaftning zonalarimizga alohida e'tibor berasizlar. Men magnoliya daraxtlarini qaranglar, juda ham baland. Hozir bozorga olib tursanglar, bemalol 7 million baholashadi. Undan qimmat bo'lmasa. Moviy archalarimiz, xullas hammasi juda ham yaxshi, sifatli daraxtlardan foydalanilgan. Xonadonimizni obzor qilishni boshlaymiz. Hozir yo'ligimiz bilan kirib keldik. Ya'ni bu yo'ligimizga ko'rishingiz mumkin. Bemalol 2-3 ta avtomobil sig'dirib qo'ysak bo'ladi. Bu yoqdan asosiy binomizga kirish eshigimiz bo'ladi. Aynan shu yoqdan sizlarga obzor qilishni boshlayman. Undan oldin holini tushuntiraman. Holini ko'rasizlar, tepasida mana navis qilingan. Bu yerda kolonnalarimiz, binomizni ko'rishingiz mumkin. P obrazniy, ya'ni polniy bino qilingan. Mana shunaqasiga o'ng tarafda alohida bino, ikkinchi binomiz u yoqda bo'ladi. Alohida sizlarga obzor qilib beraman, chunki xonadonni ko'rishli bo'lib turibdi. Bu yoqdan kachenlik zonasi, zinapoyamizni tagida, ya'ni bu yoqdan yerto'laga tushsa ham bo'ladi. Bu binomizni pastki paltarashga ketsa ham bo'ladi. Baland qurilgan, tagida 2 metrdan baland o'zini yaxlit yerto'lasi bor va shu yerto'lamizning o'zida kachenlik, ya'ni xonadonimizning yuragi shu yerda joylashgan bo'ladi. Hamma sharoitlari qilingan. Xonadonimizni ko'rishda davom etamiz. Qaranglar, bu asosiy binomiz kirish ikkinchi eshigimiz bo'ladigan bo'lsa va bu ikkinchi binomiz bo'ladi. Ko'rasizlar, bu yerga alohida kirib tushuntiraman. Birinchi, mana bu besetkamizni ko'rishingiz mumkin. Yonidan tagida alohida kladovka qilib qo'yishgan, stenkalari bilan bonka shunaqa narsalarni qo'yib qo'yish uchun bo'ladi va sharsharamiz tagini bu yoqdan ko'rishingiz mumkin. Oyog'imizning tagida poliv sistemalari bor. Xonadonimizda polniy polivlar qilingan. Chiqadi, o'zi chiroyli sug'orib qo'yadi. Yana bitta ma'lumot aytaman, xonadonimizda katta o'zini basseyni bor, uni alohida bu binomizni tushuntiraman. Birinchi bo'lib sizlarga asosiy binomizni chekramizni obzor qilamiz. Ketdik. Kelinglar, xonadonimizni bitta ko'ringlar. Bu toza klassika deyiladi. Hamma yo'q MDF ishlatilgan patologlarni ko'rasizlarmi? Mana obshivkalarni qaranglar. Bu ham MDF dan qilingan. Lustralari, bu holni o'ziga e'tibor beringlar, juda ham keng, eshiklardan tortib hamma yog'i toza narsalardan ishlatilgan. Mana zinapoyamiz, ya'ni perillalarimizni qaranglar. Yog'och qo'l o'ymakorligi bu yotibdi. Qaranglar, zinapoyamizni tepaga chiqsak bo'ladi. Bu yoq tarafdan boloxonamiz joylashgan, ikkita xonaga ajratilgan, ikkita tarafida ham deraza bor, ya'ni ko'chaga qaragan, hovliga qaragan. Bu yoq tarafdan zinapoyadan tepaga chiqdik, ya'ni xonadonimizda sal balandroq paltarashga hisoblanadi. Garderobimiz bu yoq tarafda joylashgan bo'lsa, endi xonalarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Kelinglar. Bismillah. Mehmonxonamizni qaranglar, juda ham hashamatli. Bitta gap bilan ifodalaydigan bo'lsak, ayollarimizning orzusidagi zal. Ko'rishingiz mumkin, ko'z yarqirataveradi. Ayollarimiz yaxshi ko'rishadi shunaqa narsalar. Mana bu yerda qaranglar, divanning zonasini boshqacha tsarskiy qilib qo'yishgan. Hamma detallari, aksessuarlari zo'r qilib qo'yilgan. Bu yoqdan pardani orqasida ikkita derazamiz mavjud. Xonadonimizda polniy cho'pli pol va radiator tizimlari bilan ta'minlangan. Xonadonimizni yana ko'ramiz. Mana mebellarni qaranglar. Bu mebellar menimcha qolsa kerak, yana uy egalari bilan o'zingizlar gaplashib olasizlar. Mana bu holdagi lekin ketadi degandek qilishdi. Navbatdagi ko'radigan joyimizda bu eshigimizning orqasida garderobimiz joylashgan. Bu yerda xohlasanglar garderobning xona qilmasanglar ham, ana gladiniy doskalar turibdi, bemalol dazmol qiladigan xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Yon qismidan bo'lsa, kelinglar, ko'rsata qolaman. Bolalar yotoqxonasi, bu yotoqxonamiz orqali ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonaga o'tib ketsak bo'ladi. Bu bolalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Bu mebellar ham qoladi deyishdi va kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. Bu yerda ham mebellari qoladi degandek qilishdi. Va bu xonadan chiqib, bu holimizning oxiri bo'lsa, oshxonaga o'tamiz. Bu oshxona shu holatda turganicha bir marta ham ishlatilmagan, faqat choy qo'yilgan menimcha, idish tovoq ham yuvilmagan deyishdi. Chunki alohida oshxonaligi bor, uni ikkinchi binoda ko'rsataman. U yerda ham hamma narsalar shunday holatda qoladi. Navbatdagi ko'radigan joyimiz umumiy hojatxona va yuvinish o'zini hamma sharoitlari bilan birga akkuratni turibdi va navbatdagi bu yerda yana bitta kichkina mehmonxona desak ham bo'ladi, lekin rabochiy zona qilib qo'yishdi, ko'rishingiz mumkin. Bu orqali biz bolalar yotoqxonasiga o'tamiz. Xonaning rangi ham bejiramagan. Xohlasanglar qiz bolalar uchun mo'ljallab qo'ysanglar bo'ladi. Endi bo'lsa ikkinchi binoga o'tamiz. Ketdik. Ikkinchi binoga kirib kelyapmiz. Ko'rdinglar, birinchi binomizda polniy klassika edi. Endi bu loft bilan aralashtirilgan. Nimaga desanglar, mana qaranglar. Menga juda ham yoqdi. Vodopadi bor ekan, oldida oynasi bor, mana dekorativniy quroqsalan balonlarni, chiroqlari yonib. Endi hozir yoqishmagan buni. Kelsanglar alohida yoqib tushuntirib berishadi. Bu yoqdan gulga degan alohida zonalari ham bor ekan. Nimaga bu yerdan boshladim? Chunki juda ham menga yoqqan joyi bo'ldi. Bu binoni yoqadigan joylari ko'p. Bitta-bitta tushuntiraman. Eshikdan kirdik. Katta studiya formatda oshxonamiz. Ko'rasizlar, ranglaridan chiroyli foydalanilgan. Bu yoqdan hamma sharoitlar qilib qo'yilgan ekan va o'zini har kungi choy ichib o'tiradigan zonalar bor, kartinkalar, onaqa dekorativniy lyustralari ham qilingan. Xullas, bu yoqda loft stil ekan. Xonadonimizning har bitta binosida, hovlida ham darajada domofonlar bor ekan. Bemalol
turgan joylardan hovliga chiqmasdan yoki uzoqqa bormasdan eshikni ochib yuborsanglar ham bo'lar ekan. Bu eshigimizning orqasida nima desanglar, kattagina basseynimiz bor. 3,5 ga 8 razmerda bo'ladi. Juda ham katta, o'zini alohida farsumka sistemalari shu yerto'lasida joylashgan bo'ladi. Bu hovlimizning o'zini bu yerdan yozgi oshxonalari, hamma sharoitlari bilan birga va hojatxona, yuvinish bo'ladi. Orqa hovlimizni ko'rdinglar, binomiz ichiga yana qaytdik. Bu yerda mehmonxonamizni studiya formatda mana bunaqa divanli zonalar bilan birga ko'rasizlar. Bu yerda avvalning qilingan divanli zonamiz o'zini alohida mana rezetkalar bor ekan. Juda ham qulay narsa. Xonadonimizning har bir detaliga sinchkovlik bilan e'tibor beringlar. Mana qaranglar, apshipkalari ham polniy MDF dan qilingan, televizor zonamiz bo'ladi, mebellari bor, tepadagi lyustralarimiz, xullas toza loft stil. Mana qaranglar, g'isht teksturalari berilgan, konditsionerimiz bor bu yerda, dekorativniy bu yerda gullarimiz, alohida kartinkalarga e'tibor bergan bo'lsangiz, tepasidan chiroq qo'yishgan, juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Xo'p, bu yo'ligimizning o'zida alohida yuvinishxona, hojatxonalarimiz joylashgan, tahorat qiladiganlar bilan birga yaxshi sharoitlar bo'lib turibdi. Bu xonamizda bo'lsa, garderob uchun mo'ljallangan, xohlasanglar xolodniy xona foydalansanglar bo'ladi, lekin bunaqa shkoflari qilingan, xolodilniylariga qo'yib qo'yishibdi. Endi juda ham udobli narsa. Bu yoqdan yotoqxona bo'ladi. Yotoqxonaning oldida xolodilnik kerak va bilasizlar, kechqurun suv ichish kerak bo'lgan. Eng yoqadigan xona mana shu oxirgi xonamiz bo'ladi. Kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ham tepasini qaranglar. Boshqacha romantiklik bo'lib turibdi, kartinkalar bilan birga. Xonaning rangi, alohida tema, shkoflari, mebellari, xullas hamma narsalari chiroyli holatda bo'lib turibdi. Xonadonimizni sizlar bilan to'liq obzor qilib bo'ldik. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Endi narxlari va turgan manzilimizni hovlida alohida tushuntiraman. Ketdik. Xonadonimizning narxini aytishdan oldin turgan manzilimizni va fasadlarini tushuntiraman, chunki xonadonning ichidan boshladik. Fasadini ko'rishingiz mumkin. 17 metrli bo'lsa, mineralkadan chiqarilgan, o'zini so'kinli qismida toshlardan chiqarilgan. Xonadonimiz xullas hamma narsasi tayyor, o'zini 9 xonasiga ega, umumiy yer maydoni bo'lsa 836 so'tim tashkil qiladi. Mana shu xonadonimiz. Tashqarini qaranglar, o'zini 3 ta moviy archalarga ega, katta-katta. Xullas mahallani o'zi ham fayzli. Asfalt yotqizilgan. Turgan manzilimiz keladigan bo'lsa, Olmazor tumani, Chig'atoy, Oqtepa mahallasi bo'ladi. Orientir shu ko'chadan to'g'ri 500 metr uzoqlikda Farovon to'yxonasiga chiqamiz. Narxini bo'lsa 750 ming dollar bilan startviy narx qo'yishdi. Albatta bu narxlardan o'tib beradigan joylari bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.